Assalomu alaykum. Bu videoda Python idle'ini ichida ishlashni ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda oddiy raqamlar bilan ishlash ko'rib o'tamiz. Hozir bu yerda 2 kiritsak 2 chiqaradi. 2 plus 2 kiritsak 4. 2 plus 3 2 plus 6. Endi string holatida kiritamiz. String deb ikkita qo'sh tirnoqni ichiga salom deb yozsak, salom deb chiqarib beradi. Masalan 9 ni bo'lsak 3 ga, mana bo'lu Pythonda shunday yoziladi. Pythonda mana shuning uchun bo'lu 9 bo'lu 3. 3 bo'ladimi? 3 0. Agar bu 9 butun 3 bo'lu 9 butun 3 bo'lu 9 butun 3 bo'lu 3 desak 3 butun 1 chiqardi. To'g'ri chiqardi. Endi biza bu kasr sonlarni ham bo'lib hisoblab beradi. Ikkitali bo'lu belgisi bor. 9 butun 3 ikkita bo'lu 3 desak bizaga yaxlitlab 3 chiqarib beradi. 9 butun 5 bo'lu 2 desak 4 chiqarib beradi. Yaxlitlamay, xullas butun qismini olib beradi faqat. Son qismini. Endi 9 bo'lu 3 desak 3 chiqaradi. 10 bo'lu 2 desak 5 chiqarib beradi. Endi ko'paytiruv belgisi bizada Python idle'da mana bu ko'rinishda belgilanadi. 10 kara 3 30. Agar 10 ko'paygan 3 desak xato deydi, tushunmaydi chunki x noma'lum bu yerda. X tushunmay qiymat. Salom deb yozsak ham tushunmay, lekin ikkita qo'sh tirnoqchani ichiga salom deb yozsak salom chiqarib beradi bizaga. Keyin yana bizada Pythonda print degan funksiyasi bor. Funksiyasi print nima qiladi? Chop etadi. Masalan, print deymiz. Print ichiga 2 plus 2 desak, 2 ga 2 ni qo'shib, mana bu yerda chiqarib ber deyamiz. 2 ga 2 ni qo'shda chiqar degan bu print. Chop et. Bo'lsa 4 chiqaradi. Print hozir salom deb yozsak xato chiqaradi. Sababi string ichiga bo'lmasa, buni qiymat deb tushunadi. Agar hozir salom teng matn desak, keyin hech narsa chiqarmaydi. Print endi salom deb yozsak bizaga matnni chiqarib berdi. Salom teng matn, salom matnga tengladik. Salom so'zi matnga teng. Endi print salomni chiqar deymiz. Salom nimaga teng? Matngami? Print salom yozgandan keyin bizaga matn chiqaradimi? Raqam 1. Agar hozir mana yerga joy qoldirib teng 2 desak xato chiqaradi, chunki bo'sh joy qoldirmaslik kerak. Yoki raqam 1 teng 2 desak ham xato chiqaradi. Bunday belgilar qoldirmaslik kerak. Agar hozir raqam 1 teng 2 desa xato chiqarmaydi, chunki biza ulagan past chiziqcha qo'yib ishlatsa bo'ladi. Endi print raqam 1 desak bizaga 2 ni chiqarib beradi. Print ichiga deymiz endi salom raqam 1 plus raqam 1 ga qo'sh. Nechini? Raqam 1 nechiga teng? 2 ga teng. 2 ga qo'sh 3 ni. Nechi bo'ladi? Xato chiqardi. Sababi biza raqam 1 ga past chiziqcha qo'yuvdik. Print raqam past chiziqcha 1 plus 3 desak 2 ga 3 ni qo'shsa 5 mi? 5 chiqarib berdi bizaga. Endi print raqam 1 plus qo'sh tirnoq ichida 2 desak nima bo'ladi? Xato chiqaradi. Chunki biza hozir raqamga qo'sh tirnoq ichiga har qanday narsani yozsak, u buni matn deb tushunadi. Masalan, 3 desak, ating 3 desak, bizaga 3 raqamini emas, 3 matnini chiqarib beramiz bu yerda. 3. Bu raqam emas, bu matn. Shuning uchun ham raqamga hech qachon string qo'shib bo'lmaydi. Bu raqam bo'lsa, bu string, ya'ni matn. Bu ikkita qo'sh tirnoqcha ichiga olingan har qanday so'z yoki tekst, matn hammasi matnga kiradi. String deyiladi bu narsaga. Endi print 2 plus 2 bo'lu 2 bo'lu 1 plus raqam past chiziqcha 1 desak, raqam 1 ni bizaga saqlab qo'ygan mana yerga. Raqam 1 nechiga teng edi? 2 gami? 2 ni 1 ga bo'lamiz. Nechi bo'ladi? 2 ni 1 ga bo'lsa 2 mi? 2 ni 1 ga bo'lib raqam 1 ni qo'sh, 2 ni qo'sh deyamiz. 4 chiqardi. Agar hozir print 2 ni ikkita bo'luv 1 ga bo'lib raqam 1 ni qo'sh desak bizaga 4 ni o'zini chiqarib beradi. 4 butun 0 emas.
tushunib olgan bo'lsanglar kerak bugun mavzumizda nimaligini. Bugun biz sizlar bilan Pythonni o'zini terminal qismiga ishladik.